Assalomu alaykum hammaga. Sizlarning Xori Center kanali. Agar sizlarga ham kontent mahsulotlaridan navbasi uchun, tom uchun xorilar kerak bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rib turganingiz bozdan yasalgan xorilarimiz, ichiga laga material ishlatilgan. Mana ko'rib turibsizlar, suvarkalari bo'lgan hamma joyida, chaytlarga plankalar qo'yib bergan xorilarimiz. Bu xorilarimizning uzunligi 20 metr, ikkiga bo'lingan holati bu. Mana bu yoqda esa butun yasalgan, bu yoqqa to'ntarilib turib ikkiga bo'linib olingan. Keyin bu xorlarimiz obadga yig'ib beriladi. Mana bu yoqda esa yuzdan yasalgan xorlarimiz, 6 ga 4 dan bo'lgan xorlar. Bu xorimizning bo'yi 2,5 metr, uzunligi esa 7 metr akalar. Mana bu yoqda ham bor 6 ga 4 dan xorlarimiz. Buni bu xorlarimizning uzunligi 5,5 metr. Mana bunday ikkiga bo'lingan holat bu ham. Borganda bir-biriga ulanib, suvarga qilinadi. Shunda butun xori paydo bo'ladi. Video esa davom etadi akalar. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu yoqda esa 6 ga 6 bo'lgan xorlarimiz. Mana bunday qalinlikda bu xorlarimiz. Bu xorimizning uzunligi 7 metr. Mana bu yerda yangi temir materiali 6 ga 6 dan bo'lgan. Ko'ribsiz, hamma joyida bo'lgan bu yangi temir materialimizning 1 metr narxi 150 ming akalar. Biz nomimizdan chiqarlar uchun alohida skidka bor. Mana bu yerda esa mana bu xorlarimizning 1 metr narxi 180 ming, 190 ming, 200 minggacha bor. Mana bu yerda esa bozdan yirik navislar uchun xorlarimiz, bu xorimizning 1 metr uchun 200 ming, 220 mingdan beriladi. Mana bu yoqdagi 6 ga 4 dan bo'lgan lis xorlarimiz 1 metr uchun 140 ming, 150 ming. Bu xorlarni sifati juda a'lo, yaxshi, zo'r, o'ta pishiq, baquvvat materialdan bo'lgan. Hozir suvarkalarni bir marta ko'rsatamiz. Xuddi mana shunday holatda bo'lgan akalar. Mana bu boz xorimizning 1 metr esa 260 ming, 250 ming akalar. Bizni nomimizdan chiqqanlar uchun alohida skidka bor. Bizni Xori Center Uz kanalidan murojaat qilyapmiz desalaring, sizlarga skidka qilib beriladi akalar. Xayr, rahmat. Kanal rivoji uchun birdan like va obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalimiz yangi, shuning uchun biz bloger emasmiz. Xatolar bo'lsa hammaga uzr.